Assalomu alaykum, Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Xudo xolasa bu biznesni yo'lga qo'yishni boshladik. O'rganuvchilarga bu biznesni o'rgatamiz hamda qoliplari bor sotuvda ichkariga yuramiz. Ko'rib turgan mahsulotlar xuddi shu qolipda ishlab chiqarilgan. Bu nomi 3D gladki bo'ladi. Xudo xolasa juda ham neobычный narsa. Buni ishlab chiqarishini 100% o'rgatib qo'yamiz. Bizda sotuvda qoliplari bor. Qoliplarimizni belgilari ko'rib, xudo xolasa bu lazer fasonimizni qoliplari bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Bir dona qolipdan 50 xil, 100 xildan oshiq rang chiqarsa bo'ladi. Bizda bu rangning retseptlari bor. Xudo xolasa hammasi beriladi. Ko'rib turgan devorlar mozaika fasonda qilib qo'yganmiz. Bu обрисовочный ko'rinishda yaqinroq ko'rsatamiz. Juda ham neobычный, juda ham go'zal holatda. Ko'rib turgan fasonlar kamberli bo'ladi. Bitta g'isht bo'rtib turganga o'xshaydi. Bu tarafi sirliq. Bu ham ko'rinishda juda ham chiroyli chiqadi. Ko'rib turgan devorlar klinker fasonda, rossiyskiy fason. Buni ranglari aytganimda 50 xil qo'ysa bo'ladi. Buni qoliplari ham bor. Ishlab chiqarishni o'rganaman degan akalarimizga bu biznesni noldan yuzgacha o'rgatib qo'yamiz. Qoliplari bor o'zimizda, sifatli qoliplari faqat Gold Clinic'da. Xuddi shunaqa 3D fasonda so'qillarini kombinatsiya qilib tayyorlab qo'yganmiz kelgan klientlarga. Bu mahsulotimiz devor tanlamaydi. Qiysha devor, paxsa, shlaka blok, pena blok, gaza blok, lipoy devorga bo'laveradi bu. Xudo xolasa bu karkas to'qiladi, toshlarimiz qatirib ketiriladi. Buni haligi o'zi qiyin nimasi yo'q buni, ustanovkasini uyda egasi ham ustanovka qilsa bo'laveradi buni. Lekin to'qiydi kubikka, legoga o'sha bir-biriga kiyilib ketaveradi buni. Burchaklari qanaqa bo'ladi deganlarga yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Bu burchaklariga xuddi shunaqangi toshlarimiz ham bor. Bu laklanganda juda ham go'zal holatda keladi. Bu mahsulotga hali pardoz berilmagan. Bunga pardoz berilsa juda ham granitga o'xshab effekt beradi. So'qillar laklanmagan, fasadi ham laklanmagan. Laklashni tavsiya beramiz biz. Bu tarafda esa neobычный qizil miramirlarimiz. Biz aytganinglardan qilib qo'yib beramiz. Qizilni o'rniga qorasi desalar, qorasini qilib beramiz. Sariq o'rniga qizil desalar, qizilini qilib beramiz. Uyning ichiga, bar, kafelarning ichiga qanaqa tosh istayotgan bo'lsangiz akalar, xudo xolasa xuddi shunaqangi neobычный mebel ko'rinishda toshlarimiz ham bor. Bu pastaylar ham juda ham chiroyli chiqadi. Bu tashqi fasadga qimmatli bo'ladi, lekin bar, ofis, kafelarga juda ham zo'r turadi. 3D miramirimiz katta ob'yomda juda ham chiroyli holatda turadi. Bu kichkinagina 2 kvadrat joy, 2 kvadratdan emas, 1,5 kvadrat joyga juda ham chiroyli turibdi. Katta ob'yomlarga juda ham go'zal holatda keladi bu. Kimlarga qiziqsa nomerlar qoldiramiz. Bu biznesni ishlab chiqarishni o'rgatib qo'yamiz. Qoliplari o'zimizda bor. Kimlarga qiziqsa, tosh hamda qoliplarga o'zimizga murojaat qilinglar. Gold Clinic nomerlari.